Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, 16-iyul kuni birinchi smenada tushgan majburiy matematika savollarini tahlilini ko'ramiz. Xo'p, birinchi savolimiz aytayaptiki, 24 sonning natural bo'luvchilar yig'indisini so'rayapti. Xo'p, NBY ni so'rayapti. NBY. Qana topardik? Avval tub sonlarga yeta olardik. 24 ni tub sonlarga yeta olish uchun 24 ni usul shaklli tub sonlarga yetamiz. 2 bo'lamiz. Eng kichik tub son 12, 2 bo'lamiz 6, 2 bo'lamiz 3, 3 bo'lsam 1. Demak, 24 degani nima degan ekan? 2 dan 3 ta, 3 dan esa bitta degan, to'g'rimi? NB ni qana topardik? 2 ning kubiga 1 ni qo'shardik. Asosdan 1 ni ayirib, 2 ayrilgan 1 ko'paytirilgan. 3 ning darajasida 1 ga yana 1 ni qo'shamiz. Asosdan 1 ni ayirib, maxrajiga o'sha 3 minus 1 ni yozib qo'yardik. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, 2 ning darajasida 3 ga 1 ni qo'shsam, 2 ning 4-inchisi bo'ladi. Xo'p, 2 ning 4-inchisi ayrilgan 1 taqsim 1 ko'paytirilgan. Bu yerda 3 ning kvadrati ayrilgan 1 taqsim 2 bo'lib qolar ekan. 2 ning 4-inchisi bu 16, 16 dan 1 ni ayrsam 15 taqsim 1 ko'paytirilgan. 3 ning kvadrati mana boshqalarga qo'ydik. 3 ning kvadrati 9, 9 dan 1 ni ayrsam 8 taqsim 2. Xo'p, 15 ni 1 ga bo'lsam 15, 8 2 ga bo'lsam 4. 4 ni 15 ga ko'paytirsak, natijamiz 60 bo'lib qolgan. Xo'p, demak, D javobi to'g'ri keldi ekan. 42 ning barcha natural bo'lishlar yig'indisini topib bering deyapti. Endi nima qilamiz? 42 ni tub sonlarga yeta olishimiz kerak. 2 ga bo'lamiz 21, 3 ga bo'lamiz 7, 7 ga bo'lamiz 1 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Demak, 42 degani nima degan ekan? 42 degani bu 2 dan bitta, 3 dan ham bitta, 7 dan ham bitta degan ekan. Men tub sonlarga yeta oldim. Xo'sh, endi nima qilamiz? Boyaga qo'yamiz. Bizga NBY kerak. Xo'p, 2 ning darajasida 1 ga 1 ni qo'shaman, asosdan 1 ni ayirib, maxrajiga 2 minus 1 yozamiz. Ko'paytirilgan. 3 ning darajasida 1 ga 1 ni qo'shaman, asosdan 1 ni ayirib, maxrajiga 3 minus 1 yozamiz. 7 ning darajasida 1 ga 1 qo'shamiz, asosdan 1 ni ayirib, maxrajiga 7 minus 1 yozamiz. Xo'p, 2 ning kvadrati ayrilgan 1 taqsim 1. 3 ning kvadrati ayrilgan 1 taqsim 2. 7 ning kvadrati ayrilgan 1 taqsim 6. Xo'p, mana bundan hisoblab chiqishimiz kerak. 4 dan 1 ni ayirsak 3 taqsim 1. Xo'p, bu tomonda 9, 9, 3 ning kvadrati 9, 9 dan 1 ni ayirsam 8 taqsim 2. 7 ning kvadrati 49, 49 dan 1 ni ayirsam 48 taqsim 6. Bo'ldi. Hisoblashimiz kerak endi shuni. Xo'sh, nima qilamiz? Boshqalarga yozaylik shuni. 3 8 bilan bu ketib qoladi. 3 ning 1 ga bo'lsam 3, 8 2 ga bo'lsam 4, 48 6 ga bo'lsam 8. Xo'p, 3 4 12, 12 dan 8 ga ko'paytirsak 96 degan javobga erishar ekanmiz. C javob. Endi barcha raqamlardan faqat bir martadan foydalanib tuzilgan eng kichik 10 xonali sonning minglar xonasidagi raqamni toping. Eng kichik bo'lish uchun albatta 1 bilan boshlash kerak. O'zi 10 ta raqamimiz bor, bilasizlar. Demak, kichikroq son bo'lish uchun albatta keyingisiga 0 qo'yishga majburmiz. O'zi 0 bilan boshlayolmaymiz, chunki 10 xonali son paydo bo'lmaydi. Demak, 1 0, keyingisi tabiiyki 2 bo'ladi. 3 4 5 6 7 8 9 mana. 10 xonali son bo'ldi va o'shaning nechinchisini so'rayapti? Minglar xonasidagi. 6 ga teng bo'lib qoldi. Xo'p, endi 4-savolimizda barcha raqamlardan bir marta foydalanib 10 Xo'p, uzr. Yuzlar xonasini so'rabdi. Yuzlar xonasidagi son. Bo'ldi. Endi hozirgi g'oyamiz, mana bu g'oyamiz faqat yuzlar xonasini so'ragan. 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 so'rim. Minglar. Yuzlar xonasidagi raqamni topib bering deyapti. Xo'p. Demak, yuzlar xonasidagi raqamimiz necha bo'lib qolar ekan bu yoqda? 7 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'sh, keyingisi. Mahsulotning boshlang'ich qiymati dastlab 10% ga oshirildi. Demak, mahsulot qanaqadir A so'm bo'lganda 10% ga oshirilsa, demak bu 1/1 bo'lib qoladi. Esinglar, 1 qo'shilgan 10 taqsim 100 qilardik, 1/1. Va hosil bo'lgan qiymat mana shu hosil bo'lgan qiymatimiz, mana shu hosil bo'lgan qiymat.
10% kamaytirildi. Demak, 10% kamaytirilsa 0.9 ga ko'paytiriladi. Ya'ni 1 ayrilgan 10 taqsim 100 qilinadi-da. Bu 0.1 bo'lsa, 1 dan 0.1 ayirsak 0.9 bo'lib qoladi. Xo'p, hisoblab qo'yamiz. Buni ko'paytirsak 0.99a bo'lib qoldi. Mahsulotning yakuniy narxi dastlabki narxiga nisbatan necha foizga o'zgargan deyapti. 0.99 bo'lib qoldimi? Necha foiz kamaygan bo'ladi desa, demak bu kamayganda, chunki 1 edi aslida, endi 0.99 bo'lib qoldi. Demak shunda 1% kamaygan bo'lib qolar ekan. Aslida qanaqa qilamiz desa, oxirgini boshdan ayirib tashlaymiz. Ya'ni a dan ayiraman 0.99a ni. Natijamiz 0.01a bo'lib qoldi. Endi buni foizga o'zgartirish uchun nima qilaman? 100 ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Bu sonni foizga o'zgartirish uchun 100 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak 1% ga kamaygan bo'lar ekan. 6-misolimizda hisoblash kerak. Bo'luvni taqsim qilib yozsak yaxshiroq bo'lardi. 0.24 taqsim 0.4. Xo'p, ikkalasidan ham virgul suramiz, ya'ni g'oyamiz bor edi, virguldan sanaymiz. Suratda virguldan keyin ikkita son bormi? Ikkita son bor. 24. Pastda esa bitta-ku. Bitta nol qo'shib qo'yamiz shunchaki. Chunki suratdan keyin surdikmi, mahajdan ham bitta surishga majburmiz. Qisqartiramiz, 4 ga bo'lsam, yuqorida 6 qiladi, pastda 10. 6 ni 10 ga bo'lsak, bu bilasizlar 0.6 ga teng bo'lib qolgan. Siz javob. Bu yerda ham xuddi shunday 0.18 taqsim 0.6. Virgul suramiz 18, mahrajimiz esa 60 bo'lib qoldi. Qisqartirib olamiz 6 ga 3 taqsim 10. Ya'ni bu 0.3 ga teng bo'lib qolgan. 8. Bizga ABC ni qiymatlari bor. Mana buni soddalashtirib qiymatini topishimiz kerak. Xo'p, qiymat qavsini shunchaki ochamiz. A qo'shilgan 2b qo'shilgan b qo'shilgan 2c qo'shilgan 2a qo'shilgan c. Faqat o'xshash xatlar. A ga mana bu A qo'shiladi. To'g'rimi? B ga mana bu B qo'shiladi. Va yana C ga mana bu C qo'shiladi. Xo'p, A ga o 2 ni qo'shsak 3A, B ga 2 ni qo'shsak 3B, C ga ham 3C bo'lib qoladi. Hammasida 3 bor-ku, bir xil qayli. Chiqarib tashlayman 3 ni. Nima bo'lib qoladi? A plus B plus C. Bizda o A plus B plus C ni qiymati bor edi. Demak, 3 ko'paytirilgan 132. 396 bo'lib qoladimi? 396 ekan. 9-savolimizdan xuddi shunday qavs olib chiqamiz mana. Shunchaki qo'shib chiqaylik mana. A ga 2 ni qo'shamiz. Qavs oldi bo'lgani uchun, qo'shuv bo'lgani uchun hech qanaqa narsa o'zgarmaydi. B ga B ni qo'shamiz. Va C ga C ni qo'shib qo'yamiz. Qarasam hammasi 3 tadan bo'ldi. 3A 3B va 3C. 3ni chiqarib olsam bo'ladimi hammasidan? A plus B plus C. Yana bizda bu qiymati bor. 144 degan qiymat bor. O'rniga qo'yamiz. 3 ko'paytirilgan 144. 12 ni yozamiz. 1 dilda 12 dildagi bilan 13 bir dilda, demak 432 bo'lib qolgan. Xo'p, 10-savolimiz arqon o'zaro 2, 3, 5 nisbatda 3 ta qismga ajraladi. Eng uzun bo'lak eng qisqa bo'lakdan 4 metr 80 santimetrga uzun bo'lsa, eng kichik arqon bo'lagining uzunligini topib bering deyapti. Qayli. Aytayaptiki, eng uzuni 5x bo'ladi. Bilasizlar, x qilib yoziladi har doim 5x. Eng kattasi esa 2x. O'sha bir-biridan ayirsam 4 metr 80 santimetr degani nima degani? 480 degani. Bilasizlar, 1 metrimiz 100 santimetr. Ayiraveramiz 3x teng 480. X'imiz teng ekan, nechaga bo'ladi? 160 ekanmi? Bizdan eng kichik arqonni uzunligini so'rayapti. Eng kichik arqon bu 2x. X ni topdim-ku, necha bo'ladi? 320 bo'lib qoldi. Demak, bu 320 bu santimetrda ifodalanishi. 11-savolim. Uzunligi 69 ga teng bo'lgan arqon mana shunga proporsional. To'g'ri proporsional degani uchun x bilan yozamiz. Agar teskari deganda edi, x taqsim 5, x taqsim 7, x taqsim 11 deb yozilgan bo'lardi. Hosil bo'lgan bo'laklarning eng qisqasini topishimiz kerak ekan. Bo'ldi. Demak, 5x qo'shilgan 7x qo'shilgan 11x teng bo'lishi kerak 69 ga. Qo'shamiz. 23x ekan, teng ekan 69 ga. X'im teng bo'ladi 3 gami? X'im 3 bo'lsa, bizga eng kichigi so'rayapti. Eng kichigi bu bilasizlar 5x. 5 ko'paytirilgan 3. Demak, 15 bo'lib qolgan.
5 ko'paytirilgan 3 teng ekan 15. Xo'p, eng qisqamiz 15 sm ekan. Xo'p, bu yerda tepadagi yuqoridagi kalta qo'shilib ketib qolgan, lekin javobimiz 15 bo'lib qolishi kerak do'stlar. O'sha yuqoridagi javob takrorlanib, mana bu qo'shilib ketib qolganda, mana bu pastga tushib ketib qolgan. O'sha javob chiqmay, boshqacha variant javob to'g'ri kelmay qolyapti. Xo'p, 12. Qavariq to'rtburchakning ikkita burchagi to'g'ri burchakka, 3-burchak esa 70 ga teng bo'lsa, to'rtburchakning 4-burchagini so'rayapti. Bizda g'oya bor. To'rtburchakning ichki burchaklari yig'indisi 360. Ikkitasi 90 ekan. To'g'ri degani bu 90 degani. 90. Bittasi esa 70 ekan. Uchinchisi x bo'lib turibdi, to'g'rimi? O'sha 360 ga teng ekan. Mana bular yo'q o'tib ketadi. 70 ham o'tib ketsin. X teng 360 dan 90 ga 90 180, buni qo'shsak 180 250 mi? 250 dan esa 110 bo'lib qolar ekan. 360 dan ayirdim. 250 ni. 13. Parallelogramning katta tomoni kichik tomondan 2 sm uzun deyapti. Parallelogram bor ekan mana. Parallelogram degani tomonlari bir-biriga parallel bo'lgan to'rtburchak. Kichik tomoni 2 sm. Bittasini x desam, bittasi esa x plus 2 ekan. Va perimetr 32. Perimetrni qanday topamiz? Hamma devorlarni qo'shib, to'g'rimi? Ya'ni x plus 2 qo'shilgan x qo'shilgan yana x plus 2 qo'shilgan yana x. To'g'rimi? Bunday qilib qo'shgan bor ekan, qarang. Mana bu yerimiz ham x, bu tomonimiz ham x plus 2 ku, to'g'rimi? Nima deyman? Yon tomonimiz x plus 2 va bu yon boshimiz esa x ni qo'shaman, o'shandan 2 ta. O'sha 32 ga teng ekan. 2 ga qisqartirib yubordim. X ga x ni qo'shsam 2x qo'shilgan 2 teng 16 mi? 2 ga qo'shsa 2x teng 14 desam rozimisizlar? 2 bilan ursam x-imiz nechaga teng ekan? 7 ga teng bo'lib ekan. Xo'p, buning katta tomonining uzunligini topinglar. Katta tomon bu 2 qo'shilganda mana 9 bo'lib qolar ekan shunda. 14-savol. Hajmi 50 metr kub bo'lgan benzin sig'imi 20 litrli bo'lgan idishlarga to'liq quyilib chiqildi deydi. Nechta benzin kerak bo'ladi taqsimlash uchun deyapti. Bo'ldi. 50 metr kubi litrni bilasizlar, detsimetr kub bo'ladi. Metrni o'rniga necha qo'yaman? 10 detsimetr. Faqat unda kub. Demak, 50 ko'paytirilgan 10 ning kubi 1000 bo'ladi, to'g'rimi? Detsimetr kub. Endi uni 50 ko'paytirsam necha bo'lib qolar ekan? 50 dan keyin 4 dan 50.000 detsimetr kub, to'g'rimi? Bu degani 50.000 litr degani. O'shani bo'lishimiz kerak nechaga? 20 ga bo'lib qo'yishimiz kerak. Butun noldan ketdimi? 5000 ni 2 bo'lsak 2500 bo'lib qolgan. 5 burchakli prizmani jami nechta yoqi bor deyapti. 5 burchakni xolisida chizib berishim mumkin. Mana shunaqa bo'lganda endi. Xo'p. Endi bu tasavvur qilishlik uchun. O'zi formulasini nima desa, yoqlar soni. Yoqlar soni, yoqlar degani n plus 2, n plus 2. Ya'ni 5 burchaklikmi? 5 2 ni qo'shasizlar, 7 bo'lib qoladi. Tushuntira oldimmi? Demak, 7.